Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bugun biz 6-darsni boshlaymiz. O'zbekcha JavaScript kursining 6-darsini boshlab olamiz. Mavzu data types, ma'lumot turlari. Demak, undan oldingi darslarda biz bu ma'lumotlarni saqlash uchun kerakli bo'ladigan qutilar, ya'ni variables larni o'tdik. Let, const, var degan tushunchalarni tushundik. Ularni qay tarzda nomlashni ko'rib chiqdik. Endi ularga bera oladigan biz qiymatlarimizni, ya'ni value'ni ko'rib chiqamiz. Bu bizda data types bo'ladi, ma'lumot turlari. Qaysi turdagi ma'lumotlarni biz o'sha var, let yoki const degan o'zgaruvchilarga bera olamiz. Demak, bizda ma'lumot turlari ikki turga bo'linar ekan. Mana bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin. Data types in JavaScript. JS degani JavaScriptning qisqartmasi. Ma'lumot turlari in JavaScript. JavaScriptda primitive data types. Sodda ma'lumot turlari. Eng sodda ma'lumot turlari va reference data types. Reference data types degani bu mana primitive sodda ma'lumot turlaridan tashkil topgan ma'lumot turlari bu reference data types deyiladi. Buni keyinroq yaxshiroq tushuntiraman. Hozircha primitive data typesga to'xtalamiz. Primitive data typesda bizda 5 ta bo'lim bor ekan, qancha 6 ta bo'lishi kerak. Bu string. String bu bizda yozuvlar. Demak, yozuvlar har xil harflardan tashkil topgan, belgilardan tashkil topgan biron bir yozuv. Boolean to'g'ri, noto'g'ri, ha, yo'q degan tushuncha. Nimadir masalan 7 katta 5 dan. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. Mana shu tushunchalar bizda boolean bo'ladi. Number bu bizda sonlar, bilib turganlaringiz raqamlar. Null bu 0, undefined topilmadi. Reference data typesda obyekt, array va funksiya bor. Array bu bizda list, ya'ni ro'yxat. Biron bir narsani ro'yxati. Demak, ro'yxat ko'p ma'lumot turlaridan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Masalan, biron bir raqamlar ro'yxati, to'g'rimi? Numberni ro'yxatlari. Ro'yxatda, ya'ni Xo'p, raqamlarning ro'yxati bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Demak, reference data types bu bizda primitive data typesdan, ya'ni sodda ma'lumot turlaridan tashkil topgan to'plam reference data types deyiladi. Endi kodga o'tamiz. Mana men oldindan JavaScript fayl tayyorlab qo'yganman. Bugungi mavzuyimiz data types, ya'ni ma'lumot turlari. Aytib o'tganimdek, primitive data types bor ekan, ya'ni sodda bu number, string, boolean, none. None degan narsa bor. Bu not a number degani. Raqam emas. Buni keyinroq tushuntirib o'taman. Qaysi paytda bunaqa ma'lumot turlari kelishini. Undefined topilmadi va null bu bizda 0 degani. Reference obyekt, array va funksiyalar. Primitive data typesga to'xtalamiz. Xo'p, kelinglar birinchi o'zgaruvchi ochib olamiz va bunga biron bir nom qo'yamiz. Masalan, primitive string deymiz. Birinchi numberdan boshlaylik. Number. To'g'rimi? Primitive number. Bu bizda 12 bo'lishi mumkin, 13 bo'lishi mumkin yoki 3.14 bo'lishi mumkin. Kasr son yoki 12 taqsim 4 bo'lishi mumkin. Demak, mana bu narsalar bizda nima bo'lishi mumkin ekan? Bu bizda raqamlar bo'lishi mumkin ekan. Primitive number bu mana bu bizning raqam. Mana qaraydigan bo'lsak, mana type raqam number ekan. Endi bu bizda number. Ikkinchisi string. Ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi hamma narsa. Bu nima degani? Bu degani let primitive
string deylik. Biron bir yozuv yozmoqchi bo'lsak, biz uni albatta qo'sh tirnoqqa olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta O'zbekiston. Qarayotgan bo'lsalaringiz, mana bu bizda string, ya'ni yozuv. Xuddi shu tarzda biz primitive stringda faqat yozuv va harflar bunga yana bunaqa belgilar qo'yishimiz mumkin, raqamlar ham yozishimiz mumkin va harflar ham yozishimiz mumkin ekan. Demak, qo'sh tirnoq ichida biz nimaki yozsak, o'sha narsa bizda string bo'lar ekan. Tushunarli? Qo'sh tirnoq ichida nimaki yozsak, u bizda string bo'lar ekan. Endi bizda 3 xil turdagi qo'sh tirnoq bor. JavaScriptda 3 xil turdagi qo'sh tirnoq bor. Ular farqini tushuntirib berib ketaman. Uni string darsida tushuntiraman. Xo'p, hozircha farqini ko'rsataman. Hozir ko'rib turganingizdek, bu ikkitali qo'sh tirnoq. Bizda yana xuddi shunday bittali qo'sh tirnoq bor. Primitive string deymiz. Teng bittali qo'sh tirnoq. O'zbekiston deylik, mana bu yerga ham bittali qo'sh tirnoq bor ekan, mana ko'rib turganingizdek. Va yana primitive stringda mana bunaqa qo'sh tirnoq bor. Bu bizda tabni tepasida. Tabning ustidagi tugma. Ustidagi tugma. Demak, tabning ustidagi tugma mana shunaqa bo'ladi. Backtick deyiladi. Katta harfga yozib qo'y, mana tabning ustidagi tugma. Bizda 3 xil turdagi qo'sh tirnoqlar bor ekan va ular nima uchun kerakligini keyingi dars, ya'ni string darsligida tushuntirib o'taman keyingi darslarda. Hozircha shuni bilib qo'yishimiz kerak. Demak, qo'sh tirnoq ichida, ya'ni mana qo'sh tirnoq yoki bittali qo'sh tirnoq yoki backticklarni ichidagi hamma narsa bu bizda string bo'ladi. Yozuv bo'lishi ham mumkin, raqam bo'lishi ham mumkin yoki biror bir belgi bo'lishi mumkin. Masalan, 12 qilib qo'yamiz mana. Yana 12 qilaylik. Mana bu bizda number, mana bu bizda oddiy yozuv. Tushunarli? Endi ikkinchi typeimiz string edi, uchinchi typega o'tamiz. Bu bizda boolean. Boolean true false. Boolean ikki xil qiymati bor. True bu to'g'ri degani, false bu noto'g'ri degani. U qay tarzda beriladi? Let tekshir deylik. Tekshir. To'g'rimi? Yoki qiz bolami deymiz. Qiz bolami. Ha, ya'ni true deb qo'yishimiz mumkin. Mana true kichkina harf yozilgan yoki false deb qo'yishimiz mumkin. Mana. Qiz bolami? Yo'q, ya'ni false bo'ladi. Mana bu bizda nima ekan? Boolean. Boolean ikki xil qiymati bor ekan, faqat true yoki false. Undan boshqa qiymat yo'q. Xo'p, endi 4-chi qiymat none dan boshlaymiz. Bu bizda not a number. Qaraydigan bo'lsangiz, none degan so'z mana bu 3ta so'zning bosh harflaridan olingan. Not a number. None degan so'z bu not a number degan so'zning raqam emas degan so'zning qisqartmasi. Bu qanday bo'ladi? Xo'p, let deyman. Bo'lish, to'g'rimi? Bo'lish deyman, ya'ni bo'lish. Teng 12 ni bo'lamiz qanaqadir salomga. Bo'lib bo'ladimi? Agar siz qo'ldan ataylab mana shunaqa xatolik qiladigan bo'lsangiz, bu sizga JavaScript sizga none degan qiymat qaytaradi. 12 ni bo'lamiz, xohlasak ayiraylik yoki ko'paytiraylik. 12 ni salomga ko'paytirsa 12 ta salom chiqarib beradi. Adashmasam bunaqa ishlamasa kerak, bo'lib qo'yaveraylik. Xo'p, 12 ni
salomga bo'ladigan bo'lsa, 12 raqam bo'lganligi uchun, salom yozuv bo'lganligi uchun u narsalar bo'linmaydi. Buni biz bilamiz mantiqan. Lekin agar siz shunaqa tarzda yozadigan bo'lsangiz, JavaScript sizga xatolik ko'rsatadi. Xatolik ko'rsatmaydi. Mana buni qiymatini none deb qo'yadi. Ya'ni bu narsang raqam emas. Unik. Qachon ko'rgansan raqamni harfga bo'linganligini degan maqsadda shunday deyiladi. Mana shu bizda not a number degani. Menimcha tushunarli bo'ldi sizlarga. Va keyingi qiymatimiz bu bizda null. Bu biz oddiy nolga teng. Null 0 shunday narsa. Null degani bu 0 degani. Bu narsani uncha ko'p ishlatmaysizlar. Buni JavaScript sizlarga mana shunaqa qiymat qaytarishi mumkin. O'zlaringiz ishlatishlaringiz uncha ko'p ishlatmaysizlar. O'zlaringiz anaqa null degan qiymatni ishlatmaysizlar-u, lekin JavaScript sizga biron bir joyda qiymat qaytarish kerak bo'lgan paytda va siz xato qilgan bo'lsangiz, null degan qiymat qaytarib qo'yishi mumkin. Ya'ni natija yo'q. Sen qayerda xatolik qilding va qiymating 0 ga tenglanib qoldi degan maqsadda. Va har doim mana bu null degan so'z mana bu 0 ga teng. Agar ikkovi tengmi deb JavaScriptdan so'rasak, ha, teng deb qo'yadi. Bunaqa true degan qiymat qaytaradi. Xo'p. Keyingi momentga yozib qo'yaman. Let 0 to'g'rimi? U bizga teng null ga. Mana. Endi undefined. Undefined degani qiymat topilmadi. Qiymat topilmadi. Bu nima degani? Undefined topilmadi deymiz. Teng undefined. Nimaga undefined ishlatiladi? Undefinedni o'zimiz kiritib qo'ymaymiz. Bizga va umuman kerak emas. Qo'lda undefined degan qiymat sizlarga qaytarib. Bu narsani bizga JavaScript qaytaradi. Yana bir bor aytaman. Bu narsani bizga JavaScript qaytaradi. Mana bu narsani nullni, none'ni, to'g'rimi? Bu narsani bizga JavaScript qaytaradi. Va biz nima uchun uni o'rganib qo'yyapmiz? Chunki JavaScript qanday xato qaytarishiga qarab, ya'ni none qaytarsa, demak bizda nimadirni noto'g'ri bo'lish qilyapmiz ekan deb tushunishimiz mumkin. 0 qaytarsa, uni ham qanaqadir o'ziga yarasha sabablari bor. Mana shunaqa qiymatlarda bizga 0 qaytariladi. Va demak, mana shunaqa joylarda xato bo'lyapti ekan, demak 0 qaytaryapti. Undefined qaytarsa, qiymat topilmadi degani. Bu nima degani? Qachonki let topilmadi va bunaqasiga qiymat yozmadingiz. Sizda bo'sh quti bor. Ichida hech narsa yo'q. Mana let topilmadi. Lekin ichida hech narsa yozmadingiz. Na 12 yozdingiz, na biron bir yozuv yozdingiz, hech narsa yozmadingiz. Mana shunaqa hech narsa yozmasangiz, qiymati undefined ga teng bo'lib qoladi. Console logda ko'rsataman. Log deyman va topilmadini ko'rsataman. Konsolga o'tamiz va qarasak, bizda 31-qatorda undefined degan yozuv turibdi. 31-qatorda bizda undefined degan yozuv turibdi. Qaraymiz, 31-qator. Demak, agar undefined nima degani? Demak, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Shunday qarayapsiz, siz mana bu yerga qiymat yozgansiz aslida bunaqa. Biron bir qiymat yozgansiz, undan keyin qanaqadir logika qilyapsiz, nimadirlar o'zgartirdingiz. Va oxir oqibatda sizga JavaScript undefined deb qaytarib qo'ydi. Demak, nima degani? JavaScript sizning mana bu yerdagi yozuvingizni o'qiy olmayapti. O'qiy olmayapti degani esa undefined degani. Tushunarli? Undefined degani qiymat topilmadi. Qachonki bizning ma'lumotimiz bizning variable, ya'ni o'zgaruvchimiz deylik. O'zgaruvchimiz bo'sh. Shunday.
Xo'p, 5 ta bo'ldi. Null, undefined, none va yana nima qoldi primitivdan? Hozir qarab olamiz. Find none, boolean number. Menimcha shular. Null, undefined, none va mana bu 6 ekanda. Nimaga 6 ni ko'rmayapman deyman? Mana. Demak, agar tushunishga qiyin bo'layotgan bo'lsa, hech xavotirlanmang. Keyingi darslarda har biriga, masalan, birinchi number kelgan bo'lsa, keyingi darsdan number boshlaymiz va bunga alohida kiramiz. Bitta dars mana shu haqida tushuntirib o'taman. Undan keyingi string haqida chuqurroq tushuntiraman. Keyin booleanni chuqurroq tushuntiraman. Keyin none, null va undefinedlarni har biriga alohida dars qilib, chuqurroq tushuntirib ketaman. O'shaning uchun agar qiynalayotgan bo'lsangiz, bunaqa ma'lumot turlari nima uchun kerak, biz qayerda ishlatamiz deyapsiz, hech xavotirlanmang. Keyingi darslarda sizlarga tushuntirib berib ketaman. Xo'p, endi reference data types, ya'ni collection of primitive data. Sodda ma'lumot turlarining, ya'ni sodda ma'lumotlarning yig'indisi yoki sodda ma'lumotlarga yig'ilgan to'plam. Ya'ni sodda ma'lumotlarga yig'ilgan to'plam. Collection of primitive data types degan. Bu masalan bitta misol bor. ID karta. ID kartani misol qilib olaylik. ID kartada sizning ismingiz, rasmingiz, yoshingiz, yashash manzili yoki yashash manzili emas, tug'ilgan manzilingiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va har biri har xil ma'lumot turi. Ismda nimaga olamiz? Masalan, string. To'g'rimi? Mana bitta tepada string dedi. String degani bu bizda uni ichiga biz nima yozishimiz mumkin ekan? Har xil yozuvlar yozishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda yoshimizni biz nimaga olamiz? Numberga olamiz, raqamga olamiz. Demak, har xil ma'lumotlar bor. Raqam bor. Yoki o'g'il bolami ha deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu boolean bo'ladi. Ya'ni gender, jinsi. Buni hammasini biz ID karta degan bitta to'plam yopib qo'ydik. ID karta nimani to'plagan? Shuncha ma'lumotni o'z ichiga to'plagan ekan. Tushunarli? Mana shu narsalar bizda reference collection deyiladi. Kelinglar, ID kartani men obyekt misolida ko'rsataman. Xo'p, bu bizda 7-chi data type object. Obyekt deyiladi. Mana shunaqa ID karta. U qanday bo'ladi? Let deymiz, masalan ID karta deymiz. ID card qarab turgan bo'lsalaringiz, ID card ikkita so'z bo'lganligi uchun men card so'zining bosh harfini katta harf qilib ketyapman. Bu bizda eslasangiz camel case uslubida va bunga mana bunaqa harf ishlatiladi. Buni keyinroq hali yana tushuntirib ketaman. Hozircha faqat qarab turinglar. Mana bu narsa qay tarzda bizda reference da ishlatiladi. Masalan, ism Behruz, to'g'rimi? Yosh 18 yoki masalan 22 va jinsi Xo'p, jinsi bizda nima qilamiz? O'g'il bola qilamiz. O'g'il bola. Mana shu narsa bizda obyekt. Qarasangiz bizda yosh qanaqa ma'lumotlarni olyapti? Numberda olyapti. Ism qanaqa ma'lumotlarni olyapti? Stringda olyapti. Jinsi qanaqa ma'lumotlarni olyapti? U ham stringda olyapti. Mana shu narsa bizda obyekt deyiladi. O'z ichiga 3 xil ma'lumot turini saqlab oldi. Ko'ryapsizlar? 3 xildan ham ko'p bo'lishi mumkin. Mana shu narsa bizda obyekt. O'shaning uchun ham nima deyapti? Sodda ma'lumot turlarini, ya'ni sodda ma'lumotlarga yig'ilgan to'plam. Sodda ma'lumotlarga yig'ilgan bitta to'plam. Bu bizda nima deyilar ekan? Reference deyilar ekan. 8-sini aytaman. 8 arrays bu bizda ballar to'plami bo'lishi mumkin. Biron bir narsani to'plami. Ya'ni bu bizda ro'yxat.
uzun bo'lakli katta bir ro'yxat bo'lishi mumkin. O'zbekistonda yashaydigan odamlarning ro'yxati, dunyo bo'ylab odamlarning ro'yxati yoki biron bir ayol kishilarning ro'yxati, maktabda o'quvchilarning ro'yxati. Masalan, kelinglar mana bu yerga nima deb yozamiz? Raqamlar deylik. Raqamlar. Demak, arraylar bizda qanaqa narsa yoziladi? Turlicha qavsda yoziladi. Va masalan, buni ichiga 1, 2, 3, 4, 12, yana 1, 123 mana. Mana shunaqa raqamlar to'plami bizda array deyiladi. Biron narsani o'ziga ichiga to'plab olgan yoki biron bir narsadan ro'yxat qilgan narsa bizda array bo'ladi. Va oxirgi bugungi ma'lumot turi bu bizda funksiyalar. 7, 8, 9 bo'lib ketdi. Mana 9-chi ma'lumot turimiz. Bu eng oxirgisi funksiyalar. Bu narsa juda ham sizlarga functions. Funksiyalar. Xo'p, bunaqa ma'lumot turi borligini bilib qo'yinglar. Buni aynan bu sal juda qiyin turgan narsa. Buni eng oxirida to'xtalamiz bu narsaga ham. O'shaning uchun hozircha просто bu functions degan qiymat, ya'ni ma'lumot turi borligini bilib qo'yinglar. Hozircha shu. Bu narsaga yetib to'xtalib o'tmayman. Qiynalib qolasizlar hozirgi paytda. Birinchi mana shularni asta-sekin ko'rib kelganimizdan keyin funksiyaga yetib kelganimizda o'sha tushuna boshlaysizlar. Xo'p, bugungi darsimiz cho'zilib ketdi. 20 minutdan o'tib ketibdi ekan. Lekin foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, 9 ta ma'lumot turi bor edi. Mana bu yerda 8 tasi bor ekan. Mana buni diagramma shaklida o'zingiz daftaringizga chizib qo'ying. Mana bu narsalarni yozib oling. Voy, uzr bo'lamiz. Mana bu narsalarni yozib oling. Men sizlar uchun mana GitHubga ulab qo'yaman. Bemalol qarab, mana shu narsani ishlatishlaringiz mumkin. O'zlaringizga yuklab olishlaringiz ham mumkin. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.